Ne nima kattaynam, razillashyapsanmi? Juma aka, shu sizgacha biron marta pashsha qilib olaganmi? Nimaga berib olaylik pashsha? Ko'rdingizmi, tappichalik qadringiz yo'q sizda. Nima prospekt bu gamlarni nima bo'ldi? Bir o'tiradigan jittalama putingni yetkazib berib, tushundingmi? Oynaga qaragan vaqtingiz eshakchi yurganmisiz? Gamlar eshak deyapsanmi? Nima prospektcha? Yaram razillashyapsan, tushundingmi? Uchi qilma-ku. Nima qilmayni go'zlaydi bular. Juma aka, o'z qo'lingizga qog'ozdan borib tashlab chiqdingizmi deyman? Ye, qo'yib ketdi-ku. Prospektcha bu qo'l ishlatgan ekanman-ku. Ana o'qilyapsanmi? Juma aka, abet qilmaymizmi? Soatga qarang-chi. O'zing qara. Ha, bitta qarayavering. 60 dan 8 o'tdi. Ha, 60 dan 8. Siz xayolingiz joyigami aka? Böyle buzilibdi-da savat. Rabit betdi-da bo'lmaydimi? Abet qilgan masala borib kelaringlar, qaymi? O'zi pul berish shogird bilan boraman. Qara. Nabor kaltni ko'tarasan, tagga pul bor. O'shandan 2 kishimisizlar 80 ming so'm pul olgan, qaymi? Endi sanashni bilmayman-da. Sanashni bilmaysanmi? Qara. 5 yozilganidan 2 ta olasan, qaymi? 50 mingdan 100 ming bo'ladi. 5 yozilganidan 2 ta olasan. Tushundingmi? Bilasan-a 5 ta. Ha. Chop. Tez kelinglar, qaymi? Ha. Davay. Hammasiga 5 yozilgan-ku. Hadeb sabza yeyveramiz. O'ylatgan dunyoga shashlik yeyik. Jo'ra qaydan bilib bo'lyapti? Shogird bugun ketdik shashlikka boramiz. Qayerga shashlikka samsaga bilang? Kiyimgacha ko'p pul olganman, ko'p pul. Davay demasam, Kuchi bargin gapni aytibman. davay.